Assalomu alaykum qadrli do'stlar, xudo xolasa 11-iyun sanasiga Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan Husan akamizdan sotiladigan 180 boshmi? 93 ta. 93 ta erkak qo'zi bor. Azlaka zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Charchamayapsizmi? Hop, 93 ta erkak qo'zi bor. O'shalarni 3 bo'lakka bo'lamizmi? Ha, 3 partiyaga bo'lamiz Azlaka. Aha, aka qanday? Qarangda, bunday qilamiz aka. Ha. 3 partiya qilamiz aka. 3 partiyani 4-5 minutda birdan obzor qilib beramiz aka. Bo'ldi. Keraksiz gaplarni olib tashlaymiz. Bo'ldi. Ko'pchilik telefon qiladi. Dadalarimiz qatorida yoshi ulug' 70-60 yashar odamlar endi ortiqcha gap kerak emas-da. Ko'pchilik ham narxini qiziqadi faqat aka. Shunday. Bularni nima deymiz aka bularni? Azjon, bu qo'ylarni zot yo'nalishiga qo'ydik. Aha. Qo'limizdan kelgancha endi mana shu 21 tami, 22 ta. Ha. Xudo xolasa olgan odam baraka topsin. Zot yo'nalishiga izlagan akalarimiz ko'p. Oyligi qancha oylik aka bular? Oyligi 4-4,5 oylik, 5 oylik qo'zilar. 4-5 oylik. Xudo xolasa bir joydan, bir joyda narxi. necha puldan deysiz aka bularni? Bo'ladiganini aytib beray. Necha qarang. Yanvarsga atrofi qo'zi ekanda. Shunday ha. Necha pul gapiring aka. Qarang, men siz bilan aka 4-3 partiya bo'lar ekan, savdolashib yotmayman aka. Bo'ladiganini siz o'ylang, ha, bo'ladigan qilib, misol kelishtirib ayting-da, men sizga muncha o't qilib yotmayman aka. To'g'ri gap. Azizjon, buni narxini qo'chqar qo'ydik 180 bosh. Ha. 180 boshni qo'ydik. Mana birontansa nima qilmadi, to'g'rimi? To'g'ri. Shunday buni ham zo'r qo'yak. Urug'chilik yo'nalishida. Shu xudo xolasa nasib. Undan ziyod o'chqar bo'lsin. Buni 53 dan qo'yaman Azizjon. 5.300 danmi? 5.300 dan. Aha. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Keyin ana qo'chqarlarni hal so'ragan obunachilarimiz ko'p Azizjon, shuni aytib o'tib ketaylik. Agar ko'rmagan bo'lishsa, qo'chqarlardan 180 bosh qo'chqaringiz bor. Narxini aytib keting shularni. 180 bosh qo'chqarim bor. 100 tasi 6 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Shishaq qo'chqarlar. Shishaq qo'chqarlar. Xo'p. Bunisini 9 million so'mdan 10 tadan olsa 9 million so'mdan beraman. Qaramsiydika 80 ta bor. Bo'ldi aka. Telefon qilishsa sizga, siz videolarni tashab polni savdosini qilaverasiz. Shunday dushanba kuni keladi xudo xolasa o'tovdan yenib. Dushanba kuni obunachilar bo'lsa bemalol tashqaridan chekkadan keladiganlarga ham tavsiya qilamiz. Yaxshi o'chqar xudo xolasa. Xo'p, Son aka. Ol Azizjon. Ular xudo xolasa ikkinchi partiyadagi erkak qo'zlarimiz. Ikkinchi partiyada 25 ta erkak qo'z qo'chqarimiz Azizjon. Ular yetqizmaydi ekan odam o'ziga jonivor. Shunday. Endi bu ketishini qarang. Jonivor qaytaring. Aka, shunday qilyapmiz aka. Xo'p, videoni cho'zmayapmiz, ko'p gaplarni gapirmayapmiz aka. Bo'ladigan gaplarni gapiramiz. Hop, mana shu video olish tartibi yo'qsa, misol, hay bo'ladi, shunday olingizlar deb aytib ketishsin kommentariyada. Endi ko'pchilik kuzatadi 50, 60, 70 yashar misol akalarimiz tengi odamlar kuzatishadi-da. Endi otamiz qatori odam, otamiz qatori odamlar ham telefon qilishadi, ko'p telefon qilishadi. Hop, shunday ekan biz bo'ladigan joyini chiqarak aka. Azizjon qarang, 25 ta soni bir joyda bo'ladigan bo'lsa, bular ertachi qo'zi, 5 oylik qo'zi. Azizjon o'z videongizda ko'rinib turibdi. Xo'p, bular narxini ham chiroyli qilib aytib o'tib ketaylik. 25 tasi bir joyda. Bular lekin semizroq ekan. Kattaroq Azizjon. Bu 5 oylik-ku. Nima aytaylik? Narxi kattaroq bular. Bular narxi endi qochirmaymiz. Aka shunday, bo'ladigan joyini ertachi qo'zi, katta qo'zi 53 dan qo'yaman Azizjon. 53 dan? 53 dan qo'yaman. Savdosi bor-a? Savdosi bor. Aka, bunday gurum bo'lyapti aka. Kommentariya yozishyapti, bitta qo'zining narxi shuncha bo'ladigan bo'lsa, 1 kilo go'shtning narxi qancha bo'lib ketadi deb yozishyapti-da aka. Misol 130 mingdan hisoblab yotibdi. Qo'zi go'shti. Azizjon, endi kommentda yozaveradi har kim. Bilgan bor, bilmagan bor, shularni aytib keting. Mana o'zimizda bilsangiz, mana shuncha qo'yyapmiz. Mana Termizlik akalarimiz qancha Termiz, Jarqo'rg'on, Dinov qo'z sotib yotibmiz-da. Shunsan akalarimizga. Mana misol bozorga borsam, mana shular 5,5 million baho qo'yaman-da Azizjon. Yo'q, qo'zining go'shini hisoblab ayting, 100 necha pul? Qo'zining go'shi, uni siz yaxshi bilasiz Azizjon. Men aytaman aka. 180 ming so'm. 180-85 olyapti-ku mana shu qo'zlar jonivor. Shunday bo'lyapti do'stlar. 180 ming, 85 ming atrofiga aylanyapti. Biz endi Surxondaryo holatiga. Biz endi buni jonivorni go'sht yo'nalishiga emas. Endi shu olgan odam barakat topsin, xudo xolasa nasib bo'lsa, mana shu boqishadda xudo xolasa. Shunday Inshaalloh barakat topsin. So'ysa ham normalni go'shi bor jonivorlarmi? Siz do'stlar, kuzatasizlar bular hammasi go'sht yo'nalishida tosh bosadigan qo'zilar ekan. Juda qarasalar yo'g'on qo'zilarda. Bir ingichka qo'zisi yo'q ichida jonivorlar.
Ko'rasizlar, qaysiga qaysi ma'qul bo'lsa, kimga qaysi ma'qul bo'lsa gaplashasizlar. Bundan keyingi partiyasi ancha puli yengil bo'lyapti deyapsiz-a. Xudo xolasa Azizjon, olarman odam telefon qilsin, inshaalloh nasib bo'lsa, hojatini bitkazamiz. Son aka? Xo'p Azizjon. Xo'p, ular bilan bularni aytganingizda farqi bor ekan aka. Farqi bor Azizjon. Ha, bular lekin puldan farqi bor. Haqqoniy gap, to'xtab turing. Haqqoniy gap. Ko'rasizlar, dummalari chiroyli ekanda ko'pchiligi. Bunday viloyatlardan so'raydi, dummasi kichikrog'idan deydi. Ana shunday holati ekan. Bularni olib tashab qo'ysa, qo'chqor qiladigan variantlari ham ko'p chiqadi-da. Endi bu yerda nechta aka? Bu yerda 45-46 tami bor. 5 dirg'achi bor, 41 tami erkak bor. Irg'ochisi ham bor-a? Ha, 5 dirg'achisi ham bor. Mana qo'zlar irg'ochi ekan. Shunday, ha, Azizjon. Qora qo'zlar irg'ochi ekan. Hop, irg'ochisi ham bir joyda aytamizmi? Ha, bir joyda aytamiz. Hop, bo'lmasa 46 tasi. Asta ko'rsataylik. 3 barda qo'zini 5 minutga qilib biz. Dadil akamiz. Yarim soat bo'lib ketardi. Xo'p, do'stlar, qo'llab qo'yingizlar, layklarni bosib qo'yingizlar. Xo'p, iloji boricha xalq tomon bo'lyapmiz. Xalq qanday holatda videoni ko'rishni xohlasa, shu holatda chiqaryapmiz endi. Ko'rasizlar, sifatlari mana yaxshi-yaxshilardan ekanda. Mana bu qo'zi ham irg'ochi ekan. Qora qarabetda olibda qo'zlar. Aka, Xo'p, Azizjon, bo'ladigan joyga o'taylik. Bo'ladigan joy albatta narxida, to'g'rimi? Narxini hamma kuzatadi aka. Shunday ko'radi aka. Xo'p, Azizjon. Qarang, videoni shunday ko'radi-da. Shunday ko'radi-da, o'tkazib ko'radi ko'pchilik. Narxini ham zo'r qo'yaveramiz. Biz o'sha ko'rmasin deb, ko'rmasin deb bo'ladigan joylarni qo'yapmiz. Azizjon, buni dastavkasi bizning bo'yniga. Aha. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 45-46 tasi bir joyda oladigan bo'lsa. Xo'p, narxini 45 dan qo'yaman Azizjon, savdosi bor. 4,5 dan. Ha, 4,5 dan qo'yamiz, savdosi bor. Qarang, endi savdosi bo'lyapti-da. Shunday, bir xil o'ylayapti, 4,5 taqilgan joy ekan deyapti-da. Ha, yo'q. Keyin birdan go'shiga hisoblab ketyapti. Unday emas akalar, 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 million shunday ketaveradi, holatiga qarabda qo'ylar. Shunday Azizjon, muomala qilamiz, xudo xolasa. Yengilroq ketadi, og'irroq ketadi do'stlar. Ko'rasizlar, Azizjon, o'z bilgan bo'lsangiz, pastiyani qo'ygan bo'lsak, pastiyani sotdik. O'zi qarang, chekkaga 5 ta qo'y sotsak, o'zimizga 50 ta qo'y sotamiz. O'zimizdagilar aka qanday effekt berishini biladi-da bu qo'ylarni. Nasib bo'lsa mana shu chetdagilar qarang, bunday qiziqyapti. Chetdan keyin, Qirg'izdan keyin qo'ylarda qiziqyapti. Yetib bo'sh qo'ylarga aka. Bular bilan ularni bir boqib ko'rsin aka. Otangizga rahmat. Bular tosh bosgan vestda ular bosa olmaydi ko'pchilik. Shunday Azizjon. Yana ham boqib ko'rgan insonlar bir kommentariy yozingizlar, xolis bo'ladigan, bo'lmaydigan bu gaplarni Azizjon tasdiqlab, mayli negativ nima desa yozaversa, o'n nimamiz yo'q. Lekin bu narsaning eng ustunlik tomoni hisorini bor-ku. Любой biletga boryapti-ku. Qanday pagoda bo'lishidan qat'iy nazar tez moslanish bo'lyapti-da. Bunda rezultat zo'r bo'lyapti. Ko'p viloyatlarda, misol Vodiy, Samarqand, shu viloyatlarga borgandan keyin aka, ular oldiga qarab, bu yerda misol bizda 80 bo'ladigan bo'lsa, 90 bo'ladigan bo'lsa, bizda u yoqda 95 bo'lib ketyapti aka. Qayer salqin bo'lsa, salqinga bor, qo'z tez rivojlanadi. Bizdan eng O'zbekistonda eng issiq o'lka Surxondaryo bo'ladi. Shunday. Xudo xolasa nasib bo'lsa, olgan odamimiz barakat topsin Azizjon. Buni narxida obunachilarimiz olarman bu telefon qilsa hojatini bitkazamiz. Xohlasin nechta 80 ta deysiz, 90 ta. 93 ta. 93 ta qo'zini bir joyga yo'llashdi. 93 tani ham bir joyda muomala qilamiz. Quyi plus qilamizda. Aka baraka toping. Xudo xolasa nasib bo'lsa, barakasi. Olarman odam hojatini bitkazamiz. Sizga ham rahmat, barakat toping Azizjon. Rahmat aka.